Assalamu alaykum do'stlarim. G'arab tilindagi salam tinchlik, tatullik deb tarjima etiladi. Bu so'z o'zida niqadar teran ma'nolar yurdi. Bizning planeta shul qadar ko'p turli ham qiziqli, anda turli xalqlar, turli madaniyat vakillari yashaydi. Dunyoda tatuv yasharga umtilib, bir-birimizni tanib bilishik yaxshi. Bugungi shigarilishda biz yangadan Avropaning eng motor illarining birisine gidashakmiz. Onun ilhamlandıra turgan tağulara, şarlavuqlara, burunғы köpürləri, hem sarayları, özlərinin tarixi bilen yüreklerini dolqınlandırğış Slavian məşidləri. Biz güzel Bosna hem Herzegovinada добро дошли. Bizning bugungi to'xtalу nuqtamiz elning tönyak kunbatışındağı Bosanska Otoka yoki tarjimada Bosna o'tirovi deb atalgan kichkina avul bo'ldi. Slavian ham shul uq vaqtda musulmon Bosnasi ham Herzegovinasında da shunday iskitkish atmosferali ham motor o'rin bor. Bosanska Otoka Una yılgasının iki yarında şulay uq 24 yılga o'tirovlarında o'rnashgan. Zor bulmagan o'tirovlarning birisinde bu o'rinlarning to'p istalikli o'rini shahar mashiti bor. Mashit 1565 yılda Bosna hem Herzegovinaning madaniyati hem arxitektura stili negizinde Osmanlı davlati soldatlari qatnashында ağaçtan tuzilgan. Moje srce tužnoje, što neimade sreće te. 1891 yılga kadar ol özünün birinçil kıyafetini saklap kalgan. Anlara 4 tapqır jimirilgen. To'qsoninchi yıllardağı soğuş vaqtında jimirilgeninden so'nggi restavratsiya 2001 yılda tamamlangan. Shahar mashiti Avropada yılga boyunda o'rnashgan birden bir mashit bo'lib sanala. Qizg'anishga qarshi biz kelganda mashit binasi yopilgan edi. Biz ishga kira olmadik. Alloh taolo bergan bu go'zal atmosferani yangadan qabat to'yib qaytir uchun kirdilar. Yo'q. Ahmed Muhammed